Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Mana sizlar bilan yana 1 yildan so'ng Ufa shahrining gimnaziya o'quv binosining 111-gimnaziya o'quv binosining stadionida joylashgan mana bu o'yingohga yig'ildik. Bugun sizlar bilan mana Rossiyaning yoshlari hamda O'zbekiston terma jamoasi yoshlari o'yini haqida reportaj tayyorlaymiz. Bu yerda hozir birinchi o'rinda bu yerda muxlislarimiz mana bir qator O'zbekistondan kelgan muxlislarimiz Yevropa maydonlarida ko'rasiz. Hozir sizlarga muxlislar bilan ko'rsatib turaman. Qani muxlislar? Mana bu yerda muxlislar boshlig'i jamoa muxlislar boshlig'i mana Saidjon Mavrulov mana ko'rib turibsizlar mana. Bu yerda Shamitoy mana o'rinbosarlar, Rahmonjon, yo'llab qo'ylar. Endi tarkiblar bilan tanishtirib o'tsak, mana bu yerda mana Usmonjon darvozani ajoyib tarzda qo'riqlayaptilar. Hozir hali hisob juda ham yirik emas. Atiga 4 ta gol o'tkazib yubordilar. 3-4 hisobda hozircha mag'lubiyatga uchrayapmiz. Hozircha ruslar oldinda 3-4 hisobda. 4-3 baribir mezbonlar bu yerda biz mehmonda o'ynamoqdamiz. To'pda Murodjon hozir otib berdi. Dilmurod biroz noaniq uzatdi. Bu yerda mana Raul Gonsalesga to'p yetib kelmoqda. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkinmi? Top hozir mana o'tkazib yubordi. Top bilan Raul Gonsalez xavfli vaziyat, lekin bu yerda Nuriddin juda ham ajoyib tarzda himoyani qo'riqlab o'tdi. Hozir raqib hujumchilar bu yerda shikoyat qilishmoqda. Yo'q, top bizda ekan. Hakam Ravshan Yermatov. Ha, bu yerda juda ham haq. Zarba bu yerda biznikilar juda ham ajoyib tarzda hozir bosh bilan yo'llangan zarbani to'sib qolishdi. Endi hozir chap qanotdan rossiyaliklar hujumi kelmoqda bu yerda. Xavfli zarba, lekin ishodiy moment повторится. Ana darvozabonimiz Usmonjon hozir chiqitgan to'pni xuddi o'zimizda O'zbekistonda ham qishloqlarimizda bo'lgan kabi maydondan tashqariga chiqib ketdi. Bu yerda hozir muxlislarimiz mana bu yerda hozir ko'rib turibsizlar, himoyachi oyog'i to'p tegmagandan kamerani oldiga meni oling deyapti. Bu yerda mana olamiz. Mana bu Nuriddin mana xuddi vaziyatda ajoyib ko'rinadi. Mana zahira o'rindig'ida bular hozir juda ham Rahmonjon, Shamjonlar. Mana ayniqsa mana Saidjon juda ham tushishga tayyor turibdilar. Mana ko'rib turibsizlar, jismoniy jihatdan albatta chicha o'zlarining og'irligi vazni yuqori bo'lishi mumkin, lekin mana bu yerda hozir xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Yana rossiyaliklar, lekin Dilmurod o'z vaqtida to'pni olib qo'ydi. Murodjonga yetkazib berdi. Murodjon hozir o'ng qanot bo'ylab hujumni uyushtirmoqda, zarba beradimi? Xavfli vaziyat va bu yerda biroz Muhammad zarba gol. Mana Muhammadning zarbasi ajoyib tarzda gol nihoyatda yakunlandi. Hisob 4-4, 4-4. Albatta bu yerda mana Muhammad o'zining hozir Muhammad yugurib kelmoqda, dubliga erishmoqda, dubliga. Mana mana Muhammadjon bu yerda dubliga erishdilar, dubliga zarba gol muallifi mana Saidjon bu yoqda hozir mana. Aytingchi, bu golni qanday urishga muvaffaq bo'ldingiz? Murodjon akamlar bilan bo'ldi bu gol. Bu golga harakat qildi. Gap yo'q, mana maydonda juda ham ajoyib tarzda hozir hisob 4-4. 4-4, ребята. Еще в центре сейчас повторится игра. Hozir mana hisob 4-4 yetib keldi. Yana rossiyaliklar to'pni o'yinga kiritib berishmoqda. Rossiya yoshlari Qo'shmonboyda to'p. Qo'shmonboy qayerga oshiradi? Murodjon zarba yo'llaydimi hozir? Ha, zarba yo'lladi. Bu yerda vaziyat zarba, lekin biroz noaniq. Ozga zarba kuchsiz yo'llandi bu yerda. Yana Murodjon to'p bilan e'tibor beramiz. Ajoyib tarzda hozir harakat qilmoqda. Mana Muhammad bu yerda hozir nima qiladi? Dilmurod juda ham yaxshi himoyada o'z o'rnida. Yana Dilmurodga to'p keladimi? Yo'q, to'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Hozir mana Tursunali ham vaziyatda ajoyib tarzda harakat qilmoqda bu yerda. Mana hujumchilarimiz juda ham ajoyib tarzda o'ynashmoqda. Muhammad mana to'pni olgan futbolchimiz. Bu yerda Qo'shmonboy mana o'ng qanotdan pashti Gard Bale qanotida o'ynashmoqda, Levi flank. Hozir varadorimiz to'pni o'yinga kiritib berishadi. To'p bilan hozir Dilmurod ajoyib tarzda oshirib berdi. Bu yerda himoyachiga to'ppa-to'g'ri to'p yetib keldi va himoyat hujumchi oldinga tashlandi. Bu yerda bir kasaniya zarba Raul Gonsalez hozir mehmonlarimiz hujumchisi mana shunday Raulning formasida o'ynayaptilar. Biz Raul deyishga majbur bo'lmoqdamiz.
yiqilib tushdilar bu yerda. Yana to'p Raulga yetib kelmoqda, lekin Dilmurod o'z o'rnida bordi. Afsuski alday olmadi, lekin yana to'p rossiyalik futbolchilar qoldi. Bu yerda yakka-mekka vaziyat bo'ladimi? Lekin darvozabon Malatsi, Pashti Iker Casillasga o'xshaydi, lekin biroz mayda xatoliklar uchrabdi bu yerda. Mayli, hisob 4-4 kechiramiz. Ana professionallar hozir bu yerda hozir himoyachilar qo'pol harakat qilishdi. Hozir 16 metrlik masofadan top darvozaga yo'llanadi hozir. Qo'shmanboy mana bu yerda hozir to'pni to'ppa-to'g'ri yana Murodjon ham yo'llash mumkin chap oyoqda. Zarba yo'llaydimi? Ha, bu yerda biroz himoyachilarga to'kib keldi. Zarba, lekin biroz noaniq Murodjonning zarbasi. Ladna, o't. Сейчас. Коля, уйди. Ладно, вот. Вот, видишь, сейчас смотри. Понял. Mana Zahira o'rindig'iga hozir bosh murabbiylarimiz yetib kelishibdi bu yerda.